Tekst tahrirlagan vaqtda yaxshi bir tinish belgilerini ishlatish odatini yetildirish bek muhim. Bundaq bo'lmaganda bizningki yozgan, tahrirlagan asarlarimizdan boshqa odam ko'rgan, ishlatgan vaqtda ularga nihoyat ko'p avarchiliklarni keltiramiz. Shunga tinish belgilerini o'qishdiki, ya'ni kompyuter ishlatishdiki oddiy bir qism qoidalarni tunishtirib o'tay. Biz yana aslida ko'z jitimizdan çaylı. Biz tekst tahrirlagan vaqtimizda odatda o'zimizning yoziqida qo'llangan tinish belgilarining hammani degudek ishlatamiz. Masalan, chikit, pash, chikitlik pash, qo'sh chikit, so'roq belgisi, undash belgisi, ko'p chikit deganga o'xshash. Hamda bularni ishlatgan vaqtimizda biz qalam bilan xat yozgan vaqtimizda boşluk degan hukm mavjud emas. Chunki biz boşlukni qalamni ishlatib yozmaymiz. Urun tashlab meniversak bo'ldi. Ammo kompyuterda biz har bir boşluk uchun knopka taqsidan bir knopkani bosamiz. Shunga bumu bir harf hisoblandi. Kompyuterga nisbatan. Shunga buni cho'qim joyiga ishlatishimiz kerak, ortiq ishlatishga bo'lmaydi. Masalan, bu yerda ikki so'zning oralig'ida bir dona boshliq var. Biz bu yerga bir qancha boshliq qo'yib qo'ysakmi, odatda normal ahvolda bu hech qancha ta'sir ko'rsatib ketmaydi. Qog'ozga bosgandimi bu yerga bir harf besilolmaydi, faqat o'rin cho'ngroq chiqadi. Lekin biz hargiz yoziqni tanishmayman yo bir qanday qilaman deb ortiq boshliq qo'yib olsak bo'lmaydi. Cho'qim bir boshliq qo'ydigan yerga cho'qim bir dona boshliqni besish kerak. Ondan tinish belgilarini qo'ygan vaqtida tinish belgilarining keyniga birdan boshliq keldi. Masalan, bu yer keldi, buning keyinida bir boshliq bor. Bu yerda bor deganga o'xshash. Ya'ni pash, chikitlik pash, so'roq har qanday tinish belgisining keyniga bir dona boshliq keldi. Tinish belgisining oldiga boshliq qo'yishga qat'iy bo'lmaydi. Ya'ni bundaq yozishga qat'iy bo'lmaydi. Bu xato. Chunki bizning yozgan bu tinish belgimiz oldidagi jumlaga tava. Ya'ni bu yerda bir chikitni qo'ydik, jumla bu yerda oyoqlashdi. Bu yerda ikkinchi jumla boshlandi. Shunga tinish belgilarining oldida boshliq bo'lmasligi kerak. Şimdi keyniga bir boshliq qo'ysak bo'ldi. Navoda bir abzas yoki bir qur'um butunlay oxirlashgan bo'lsa, u yerga boshliq qo'yishning hojati yo'q. Masalan, bu yerga boshliq xato qo'yilib qolibdi. Buni o'chirib o'tamiz. Buning keyniga bevosita enter qo'yib ishlasak bo'ldi. Keyinda boshliq bo'lmaydi. Endi yana bir alohida tinish belgisi tırnak yoki qo'sh tirnoq. Qo'sh tirnoq yoki tirnoq kelgan vaqtida masalan biz bu yerga bir tirnoq ochaylik. Bu tirnoq kelgan vaqtida bu tirnoqninki ikki dona tinish belgisi oldu, echilgan, yepilgan. Buningki ichiga bu yerga boshliq qo'ymasaqmi bo'ldi. Bu amaliyotda bu yerdagi bir dona so'zni aniqlab kelgan. Ondan bunun yepilgan yeriga bu yerga qo'ymasaqmi bo'ldi. Faqat yepilib bo'lgandan keyin ondan qo'ysak bo'ldi. Yoki bo'lmasa buningga o'xshash ma'lum bir qo'shimcha, masalan bu mushkumning qo'shimchasi bu tirnoq orqali ayrilib ketgan bo'lsa, bu yerga odatda qo'ymasak bo'ldi. Chunki bu hammasi qo'shilib bir so'z hisoblandi. Ya'ni bu yerdan bu yergacha bir so'z ketadi. Shuni bu yerga qo'ymasak bo'ldi. Lekin mustaqil so'zdan boshlansa, bu yerga yana boshliq qo'yamiz. Onda buning ichidagiga boshliq qo'ymasak bo'ldi. Qo'sh tirnoqninki shunga o'xshash. Ondan ko'pchilik ishlatgan vaqtida ba'zilar ko'pchilikni nihoyat jiq qo'yotini. Amaliyotda Uyg'urchada ko'pchilik faqat 3 tanlam chikitni bildirdi. Shuni ko'pchilik qo'ymoqchi bo'lsak, 3 dan ortiq chikit qo'ymaymiz, faqat 3 lam chikit qo'yamiz.
Bu mu tiniş belgileriga doir bilib oladigan narsa. Ya'ni bo'shliqni ortiq qo'yish bo'lmaydi, ko'pchikni ortiq qo'yish bo'lmaydi, 3-2 to'ldi. Ondan tinish belgilarininki keyniga bo'shliq qo'yimiz, oldiga qo'yish bo'lmaydi. Bu tinish belgilariga nisbatan cho'qim bilib olishga tegishlik, amal qilishga tegishlik narsa. Gerçi bu qog'ozga bosganda bek cho'ng ta'sir ko'rsatmasa-mu, kompyuterda tekst bir taraf qilganda buningki haqiqatan ta'sir cho'ng. Hatto ba'zida qalaymiqanchilik keltirib chiqadi. Shuning buningki alohida diqqat qilish kerak.